Ekan qizim. Musarakda. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Men bugun yana ko'rganinglardek mushu milfor xamirida nashtalik börek qilmoqchi. Aldı bilan buni o'tirdim dal ikkiga ayiramiz, zaten siziqi bog'u. Ikkiga ayirib, mushu ikkini 4 parcha qilaman. Mana mushu holatda qildim. Endi men buning ichiga kaşar peynirden bir tal aldım. Belki 2 tal desem buldu. Küçük to'g'rab olgandim. Şu 2 talını aldım. Tepsiga bunu yerleştirmen. Mushu holatda anandan keyin buning etrafini çatal bilan bosaman. Mushu holatda. Telefon kelib qolib uzib qoldi. Mana mushu holatda men hammasini tugib oldim. Agar bek nimolab qolib qolsa, kichik bo'lib qolib qolsa, bir tal qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, ichariga shular kaşar peynir bo'lmasa agar lor peynir ya boshqani qo'ysanglar bo'ladi ichariga, faqat o'zingizlarning istegiga bog'liq. Mushu holatda. Hammasini mushu holatda tugib olaman. Mana ko'rganinglardek mushu holatda men hammani tayyor qilib oldim. Endi bu yerda mening 2 qo'shq atrofida üzüm shirnisi bor. Buningga men 2 qo'shq atrofida suv quyman. Mana bu pekmezga, üzüm pekmezga, üzüm shirnisiga 2 qo'shq atrofida suv quyib, buni mushunda suv holatga akilman. Hozir bo'ldi. Endi bu mening qo'rib olgan kunjutim, susam. Aldı bilan bu börkimizni bu aldı tarafini ona cho'miramiz. Mana ondan keyin cho'mirib olgandan keyin qo'rib olgan susam. Ko'rdinglar, mushu holatda fırın tepsimizga tizib olsak bo'ldi. Hammasini shu shaklda. Aldı tarafidan qilsanglar bo'ladi. Mana mushu holatda. Fırın tepsiga tizib olaman. Mana mushu holatda men tizib oldim. Amini bir patnos chiqdi ko'rganinglardek mana. Buni men önceden isitilmiş 200 derece fırında 20 minut hatta 25 minut pişirme. Mana ko'rganinglardek bular pişip chiqdi. Mana mushu holatda. Men önceden isitilmiş 200 derece isitib, keyinidan mana susam azroq kuyib ketganligi uchun mening qorish jarayonini 180 ga tushirib etdim. 200 derecede 10 minut, ondan keyin 180 gradusda 15 minut pişirdim. Aşağı holatda pişirdim. Bu biraz so'qsin. Taqsimizga ilib ko'ksib qo'yma ichini zaten. Mana mushu holatda pishib chiqdi. Ko'rdinglar, shunchalik chiroyli, rangli, mushu holatda pishdi.